Assalomu alaykum hammaga. Biz yana navbatdagi ko'mirqatil o'tirgan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Shavotda ekan, Maxtumqulida, Oqko'l mahallasida ekan. Bu xonadonimiz bizlarga bir hafta oldin murojaat etdi. Xudo xolasa bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga 25 milyon 350 ming so'm pul chiqdi. 25 milyon 350 ming so'm pul chiqdi. O'zenda 105 büyük batareya gitti. O'zenda 65 büyük batareyasi bor ekan. Qolgan hamma vajlari bizning o'zlarimizdan gitti. Şu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranda videolarga like bosib, podpiska bosib qo'ysangizlar, xudo xolasa yana chiroylatib otablenalarni ko'rsatib boraveramiz. Yana bizning ob'y bo'lgan joylarimiz. Xudo xolasa akkuratni dushilingan. Yana pastki tarafı. Her birisini diametrinde yine. Ob'y bo'lgan joylar bo'lsa ham buyuraverasizlar, xudo xolasa. Yana eshindatib yana bu joyimizga o'rtacha 7 dana batareya bo'ldi. Qatyol bilan 9 tochka bo'ldi. Bu joyini asosiy plastik turbadan o'tirgan ekanlar. Şularni buzib boshdan eshitib demir sistemati o'tirdik. Bundan bir 2 yil oldin plastik sistemada o'tirgan ekanlar. Yana xudo xolasa ob'yli joylarimizni döşelashayna. Ili divaldan ochiqlik ham yana bir xil. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamazsizlar. Xudo xolasa chiroylatib otablenalarni ko'rsatib boraveramiz yana. Endi har bir joyina amerikankalik kranliklarni qo'yib, ili batareyalar ham eng eldilarini qo'ydi. Xudo xolasa bizning uy egalarining o'zida shunday batareya bor ekan. O'rtacha 95-100 ming so'mlik batareyadan qo'ydik. Har bir joyina. Yana xudo xolasa ikkinchi tochkaga hisoblasak buni, endi yana 3-chi batareyamiz. Xatangiz bor ekan, 3-chi batareyamiz. Yeni birinde yine Honda 4. batareyamiz ana. Yemanda yine garajında yine 5. batareyamiz. Yemanda yine 6. batareyamiz. Xudo xolasa. Yemanda yine 7. batareyamiz. Yine işini toklu qatyol bilan iyi gazda qizdiraman deb Eşidet qilgan ekanlar. Bizi ham meni demir sistemada o'tirib berdik. Yana endi qizg'anning uy egasini tafsilotini o'zlaringiz eshitasizlar. Yana xudo xolasa